Ballar, ketdik. Ketdik aka. Men ketmayman, dadam bilan qolaman. Ketdik Islombek. Oğlum, stolingiz dog' bo'lib ketibdi. Boring, boshqa futbolkangizga kiyib oling. Boshqa futbolkalar ham dog' bo'lib yotibdi. Oyim bölgelarda yuvib berardilar. Mayli, bugun ishdan vaqtliroq kelib, hamma kirlaringizni yuvib beraman. Keyin yaxshi ketdik. Oyi, pitsa yegim kelyapti. Olib bering. O'g'lim, hozir pulim yo'q dedi. Pul topsam olib beraman, xo'p? Dadam bo'lganlarda tezda olib beradilar. Uka, bilasanmi, koinotdagi eng go'zal narsa bu qo'shaloq yulduzlar. Ular xuddi ota-onamiz kabi bitta umumiy markaz atrofida bir-birini tortib aylanadi. Aka, unda nega bizni ota-onamiz boshqa biriga aylanmayapti? Olimlarning aytishicha, koinotdagi eng katta yulduzlar ham vaqt o'tishi bilan bir-biridan uzoqlashadi. Ular endi bitta osmonda emasmi? Ularning tortish kuchi tugaydi va ular portlaydi. Bu o'ta katta supernova portlash deb ataladi. Portlaganda atrofga yorug'lik tarqaladimi? Lekin o'sha yulduzlarni atrofida aylanadigan kichkina sayyoralar koinotning sovuq qorong'iligida yetim qoladi. Ularni istadigan quyosh qolmaydi. Aka, men o'sha suvda qolgan sayyoraman. Dadamni sog'indim. Nega ular bizni o'sha qorong'ilikda tashlab ketishdi? Biz ularni quyoshi emasmidik? Biz ularning quyoshimiz, uka. Shunchaki kattalarning koinoti juda murakkab ekan. Ular bir-birini kechirishni bilishmas ekan. Kattalar, siz bitta oilani buzsangiz, shunchaki ajrashmaysiz. Siz bizni koinotimizni portlatib, umrbod qorong'ilikda qoldirasiz. Yulduzlaringizni asrang. Sayyoralaringizni muzlashga yo'l qo'ymang.